nadallashtirish qandaq elib beriladi? 21 asrdagi insoniyat texmi ko'p texnikaga, texmi qulaylik sharoitga va rohat farog'atga, do'konlardagi texmi ko'p mahsulotga qarta qondirg'ili bo'lmaydigan darajadagi kuchlik ehtiyojini ifodaladi hamda bu xil turmush usuli o'z navbatida texmi ko'p masalalarni keltirib chiqardi. Bizni yemeklik bilan ta'minlaydigan etizlarda va dehqonchilik maydonlarida zodi nima ishlar yuz beryotidi? Biz iste'mol qilayotgan dorilarga nima bo'ldi? Sanoatlashish rostilla dunyoni zaharlik qilyaptimi? Bu masalalar barg'ansiri jahon ahlining diqqatini qo'zg'amoqda. Bir tarafdan muhit bulg'unish va shu sababli kelib chiqqan xilma-xil kasalliklar to'g'risidagi andishlar sababli ko'chalarda namoyish qilayotgan fuqarolar sanoat sohasidagilarning haqiqiy ahvolini o'zlaridan yoshirganligidan shikoyat qilsa, yana bir tarafdan aloqador shirkatlar o'zlarini oqlab, bundaq ish borligini qat'iy inkor qilishmoqda. Undaqda bu xil ahvolda biz haqiqiy ahvolni bilish uchun qanday qilishimiz kerak? Aslida bu savolning javobini ilm-fan sohasidagilarga, olim tadqiqotchilarga murojaat qilishimiz lozim bo'lishi kerak edi. Ammo biz shundaq bir dunyoda yashayapmizki, atrofimizda nurg'un kishilar uchirgan ilmiy dalil isbotlarga, hatto ilm-fan tabiat dunyosi to'g'risidagi haqiqatlarni o'ttirg'a qo'ydi degan nuqtaga qarshi mujodala qilishidi. Ya'ni ilm-fanning nopozini sundirishga urinadi. Biz buni pilonliq nadonlik deb ataymiz. Undaqda bular zodi kimlar? Ular nima ish qilyotidi? Nima uchun shundaq qiladi va ishlarini qanday vujudga chiqaradi? Ko'pincha taraqqiy topgan davlatlardagiga o'xshash Gretsiyaning shimolidagi asallarisi to'pi vayron bo'ldi. Amaliyotda bu xil hodisa 1990-yillardan boshlabla mavjud edi. Halbuki bu voqea keyincha ilm malamanchiligi pilonliq nadonlik barpo qilishning klassik misoliga aylandi. Shuncha ko'p harning nemishqa tuyuqsizla o'lib ketadiganligi haqiqatan bir sir edi. Halbuki oradan uzoq o'tmay etizliklarda ishlatilgan yangi bir avlod dehqonchilik dorisining bu voqealarga sabab bo'lganligi to'g'risidagi farazlar o'ttirg'i chiqdi. Demisimi bu yangi mahsulotlar ziroatlarga purkilgandan keyin millionlagan harlar o'lishga boshlagan edi. Undaqda masala rostilla hasharat yo'qotish to'g'risidimi? Tadqiqotchi Bani Hajina har sanduqlarining yanida va o'z tajribaxonasida bu haqdagi tekshirishni boshlavatdi. Normal ahvolda tadqiqotchilar naq maydonda to'plagan sonliq ma'lumotlarni o'z tajribaxonalaridagi jimjit muhitda tekshiralaydi. Asal harisining keng ko'lamda o'lishi mutaxassislardan tushuntirish talab qilingan nurg'un hodislarning biri xolos. Odatda ilm-fanning roli tabiiy mexanizmlarni gavdalantirish va kuzatgili bo'ladigan eng kichik paketlarni tushuntirishdir. Ana shu ravishda ilm, fan, texnika ko'p sirlarni yeshish orqali taraqqiy qiladi va prinsip jihatdan aytganda shu orqali bizning o'zimiz yashayotgan dunyoga bo'lgan tunishimizni kuchaytiradi. Ammo mazkur prinsip g'oyda ozdir ko'pdir davolg'ubmi qoladi. Ilm tadqiqotchilariga nisbatan Gretsiyadagi hasal harlarining turkumlab o'lishini mushu xil davolg'ushlarning tipik misoli deyishga bo'ladi. Hasal harisi bilan dehqonchilik to'g'risinikiga o'xshash voqealarda tadqiqotchilar avval sonliq ma'lumot to'plab, ondan shu sonliq ma'lumot dalolat qiladigan yangi uchurlarni iz qo'g'lab tekshirdi-da, zodi nima ish yuz berayotganligini ko'rsatib beradigan faktlar o'ttirg'i chiqqandan keyin masala o'zligidan oydinlashadi. Ammo hasal harisining turkumlab yo'qolishi masalasida ish tamoman boshqacha yo'nalishga burilib ketdi. 2000-yillarning 5-da son-sanoqsiz rasmiy dokladlarda intayin tuvan miqdordagi neonikotinoidning hasal harisiga zaharlik ta'siri bo'lishi mumkin ekanligi o'ttirg'i qo'yilgan edi. Halbuki oradan 20 yil o'tganiga qaramasdan bu jihatda umumyuzlik e'tirof qilingan yakun borliq kelmadi.
hatto bu xil dehqonchilik dorilar bilan asal harisining yo'qolishi o'rtasida bog'lanish borligi to'g'risidami o'rtaq tonish hosil qilinmadi. Undaqda bu xil ixtilofni zodi qanday tushunish kerak? Masala haqiqatan shu qadar murakkabmi yoki atay suvni laytadiganlar bormi? Intayin zirak kuzatuvchilarla buning orqasidagi sababni ko'rib yetalaydi. Asal harisi masalasi yangi paydo bo'lganda turli viruslar qatorliq tabiiy kasallik sababchilari, shundaqla asal harisi beqishdagi nomuvofiq usullar, klimat o'zgarishi, harlar yashaydigan tabiiy muhitning vayron qilinishi, kichik yo'ruqliq qatorliq dehqonchilik to'g'risi bilan munosabatsiz sabablar to'g'risidagi tadqiqotlar dehqonchilik to'g'risining bu jihatdagi xatarga qartilgan tadqiqotlardan 4-5 hassa ko'p bo'ldi. Ilmiy tadqiqot sonliq ma'lumot ambirdagi tez izlash natijasida ko'rsatilganidek, asal harlarining o'lib ketishida dehqonchilik to'g'risi gumonliq deb qaralgandan keyin boshqacha tushuntirishlarga markazlashgan ommaviy va xususiy tadqiqotlarning soni shiddat bilan oshgan. Tadqiqotlar ko'paygan sari asal harisi boqquchilari texmi gangrab qolgan. Bu xil ziddiyatlik ahvol toki tadqiqotchilar ilgirki bir masaladagi mushiningga o'xshash qonuniyatni bayqig'iniga qadar davomlashgan. Darvaqa har qanday bir masalada yangi tadqiqotlarning avj elishi damalliqi kishiga haqiqatni tepish urinishidek to'yg'i beradi. Ammo tamakiga aloqador kechmishlar bizning bu xil tushunchamizni og'dirib tashlaydi. 20-asrning 50-yillarida tamaka hali ham tamamen ziyansizlik obrazini saqlab kelyapti. Ammo bu holat ancha uzun davomlasholmadi. 1953-yili 12-oyda tamak shirkatlari cho'ng avorchilikqa yo'liqdi. Tadqiqotchilar tamakining tarkibidagi koks meyini chashqanning teniga surib qo'yganda chashqanning rak kasaliga giribdor bo'ladiganligini bayqadi va bu bayqash kuchli g'ulg'uli qo'zg'adi. Mazkur bayqash tamak shirkatlarini haqiqiy kirsizga duchor qilgan edi. Chunki ular bu bayqashlarga radiya berolmaydi. Ular haqiqiy ahvol undaq emas deyolmay, faqat biz bundaq bo'larni bilmay tuqla deyaladi. Shundaqla bu bayqash e'lon qilinib uzun o'tmayla 7 cho'ng tamak shirkatining xo'jayinlari New York shahridagi Plaza mehmonxonasida jiddiy yig'in ochdi. Bu 7 shirkat birlikda cho'ng tamaki guruhi deb ataladi. Tijaratining tahdidga uchirganligini his qilgan bu tamak sohasining magnantlari planliq nadonliq barpo qilish sohasidagi namuna deyishga bo'lg'udak plandan birini tuzib chiqdi. Ular biz ilm-fanga hurmat qilamiz. Mahsulotlarimizdan darvaqa chatoq chiqqanda qiladi. Biz bu ishga qattiq ko'ngil bo'lmoqdamiz deyishginicha o'zlarining tamak chekishning tan salomatligiga ko'rsatadigan ta'sir to'g'risidagi tadqiqotlarning barliq bosqichlarini moddiy yordam bilan ta'minlaydiganligini, hatto o'zlarining mush maqsadda tamak sohasi tadqiqot komiteti qurayotganligini jakarladi. Taratqular tamak sohasidagilarning ilmiy tadqiqotni boshlaganligi to'g'risidagi bu bayonotini bas-basda xabar qilishdi. Halbuki tamak tadqiqot markazi qurishdagi maqsad bilimga has qo'shish emas, balki real faktlarga radiya beralaydigan bilimlarni ishlab chiqarish edi. Texmi aniq aytganda, ular mavjud ilmiy dalillarga ilmiy metod orqali, ya'ni ilmga ilm orqali taqobil turmoqchi edi. İlim-fanning bu shaklda o'z-o'ziga qarshi turg'izilishi, ilm-fanni vayron qilish maqsadida ilm-fanga sistemalik mablag' solishdan iborat bir cho'ng burilish nuqtasiga vakillik qiladigan bo'lib, bu go'yo o'tni o't bilan o'chirishga o'xshaydi. Undaqda tamak sohasidagi magnatlar mushundaq qilishni qaror qilgandan keyin bu ishni konkret qandaq vujudga chiqardi? Javob shuki, ular chalg'itma tadqiqotga ko'plab mablag' soldi. Tamak shirkatlari yo'llagan bu tajribaxonalar alayda tur deb ataladigan tadqiqot turlarini ta'sis qildi. Bu ilmiy bayqashlarni burmilashni maqsad qilgan mukammal bir sistema edi. Masalan, ular tamak chekmaydiganlarning
o'pka rakiga giribdor bo'lish nisbati to'g'risida tadqiqot elib berib, kishilarning xizmat sharoiti, shaxsiy odati qatorliqlarning o'pka raki bilan bo'lgan bog'lanishi ustida izlangan edi. Ular yana zahar, toksin yoki virusning o'pka rakiga sabab bo'ladigan bo'lmaydiganligini tekshirish maqsadida to'shqanni tajriba qilgan. Cho'ng tamaki guruhi sexliq bilan mablag' solgan bu necha yuz tadqiqotning ba'zilari yurak qon tomir kasalliklarining alomatlari to'g'risidagi tadqiqotga o'xshash foydali bo'lgan bo'lsa-mu, ammo rak bilan taqir boshliqning munosabati, hatto rak bilan tug'ilgan oy o'rtasidagi munosabat qatorliq boshqa tadqiqotlar to'liq bema'ni edi. Amaliyotda bu g'oyat zo'r sonliq ma'lumotlar bilan masalalarni yepish orqali nodonlikni tarqitish urinish edi. Boshqa ijtimoiy omillarni so'rab chiqish bu jihatdagi unumlik strategiyalik tadbirdir. Bo'libmi o'pka rakiga o'xshash nurg'unlagan sabablar bor kasalliklarga tadqiqot texmi shundoq. Bir qator xatarlik omillarni tepib chiqish va ko'p xil tadqiqot usulini qo'llanish ilm-fanda tamoman normal ahvol. Ammo bu orqali qalayimqanchilik paydo qilishmi nihoyat oson. O'pka rakiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan barliq sabablar to'g'risida turkumlab tadqiqot elib berilgan va shularning natijasi e'lon qilinganda haqiqiy jinoyatchi ko'zga ko'rinmayli qoladi. Ularning ko'zliginimi dal mushu. Cho'ng tamaki guruhining bu urinishi shuningdan keyingi ilmiy inkorchilikning hammasini degidek tayyor qilib bilan ta'minladi. Yuqoridagi tamaki haqidagi hikoya, ammo u o'z navbatida yana kisiltaliq yomg'irning, o'zin qatlamidagi yo'chuqning, dehqonchilik dorisining, klimat o'zgarishining, neonikotinoidning, qo'sh fenol A'ning homildorlikdan saqlanish dorisining hikoyasidir. Biz bu strategiyaning hali ham takror qo'llanilayotganligiga shohid bo'lyapmiz. Ular bu orqali o'zlari uchun vaqt tutmoqda. Masalan, bu strategiyaning tamaki sohasida ishlatilib kelganiga 70 yilga yaqin bo'ldi. Shundaqla hali ham ishlatilmoqda. Hasal harlarining yo'qolish girdoviga berib qilish masalasida haqiqiy ilmiy tushunchalar qasdan chetga qilib 20-30 yil vaqt shu taraqqida o'tkazib etildi. Boshqacha qilib aytganda, xatar uchur tarqitish mujodalasi necha 10 yillab davomlashdi. Masalaning hal qilinishi necha 10 yillab kechikdi. Ammo bu jarayonda aloqador shirkatlar to'xtamay pul tepaverdi. Ammo 1994-yilga kelganda tamaki masalasida necha 10 yilda barpo qilingan ilmiy kazzoblikning mezi cho'lishga boshladi. Tamaki haqidagi tunji ogohlantirishdan 40 yil keyin, ya'ni 1994-yili Amerikadagi odatdagi bir xizmatchi bu haqdagi ichki materiallarni oshkorlab, vaziyatni tamoman o'zgartirdi. Bir sandiq hujjat San Fransisko universitetiga avatildi. Bularni ko'rgan professor Stanton hang-tang qoldi. 1994-yili 5-oyning 13 kuni ismi oshkorlanmagan biraylar tarafidan avatilgan bir sandiq hujjat ishxonamga elib kirildi. Buning ichida tamaki sohasidagi shirkatlarning intayin yuqori qatlamdagilarga, jumladan oliy darajalik tadqiqotchilarga, yuqori darajalik advokatlarga, boshqaruvchilarga, ommaviy munosabat mutaxassislariga oid ichki hujjatlar bor edi. Mazkur hujjatlarda bu kishilarning tamakining xatar haqida nimalarni biladiganligi ochiq qayd qilingan edi, deydi professor Stanton. Bu hujjatlar professor Stanton uchun haqiqatan osmondan tushgan xazina edi. Bu go'yoki yangi bir davrning boshlanishi edi, deydi professor Stanton. Oshkorlangan hujjatlarning barg'ansir ko'payishiga ergishib, haqiqat oydinlashishga boshladi. Mazkur deloni sotlagan bosh sotchi tamaki sohasining magnantlariga xitoban, "Apandilar, yaqinda oshkorlangan hujjatlar shirkatinglarning haqiqatga ahamiyat beradiganligiga bo'lgan ishonchimni sundirdi.
Bu hujjatlar advokatlarning ilmiy tadqiqotni suiiste'mol qilgan bo'lishi mumkinligidan derak berdi. Agar ular rost bo'lsa, shuni bilishinglar kerakki, bu xil qilmishni qabul qilg'ili, uningga yo'l qo'yg'ili bo'lmaydi dedi. Bu shirkatlar Po'latdek faktlar oldida necha 10 yillik maxfiy hujjatlarni oshkorlashga majbur bo'ldi. Aslida faqat bir necha ming bat bo'lgan bu hujjatlar to'plami taxminan 93 million batga yetdi. Navbatda San Fransisko universitetining arxivxonasida saqlanayotgan bu hujjatlar ilm-fanni suiiste'mol qilishga, bu jarayonda qo'llanilgan taktikalarga, buningga ishtirok qilgan tadqiqotchilarga va sarf qilingan mablag'ga aloqador intayin ko'p tafsilotlarni o'z ichiga olgan. Bu hujjatlarning ichida tamaki sanoatining strategiyasi xuloslangan. 1969-yildagi ichki eslatmasimi bor bo'lib, mazkur eslatmada shundoq deyilgan. Gumon bizning mahsulotimizdir. Chunki u avomning kallasida bor bo'lgan faktlarga xiris qilishning eng yaxshi vositasidir. Bu o'z navbatida yana talash tartish paydo qilishning mo yaxshi vositasidir. Darvaqa ularning yadrolik strategiyasi kishilarning ilm-fanga bo'lgan gumonini qo'zg'ash edi. Gumon bu jihatdagi mukammal qurol edi. Chunki gumon ilm-fanning aqalli tarkiblaridan biri, hatto ilm-fanning asosli harakatlantirguvchi kuchidir. Biz muayyan masalalar haqida gumonimiz bo'lganligi, shu masalaga qiziqqanligimiz yoki mavjud tushuntirishlarning yetarlik yoki emasligidan gumonlanganligimiz uchun shu masalalarni tadqiq qilamiz. Ya'ni biz ilm-fanda gumonga muhtoj. Ammo ilmning ikki xil turi bor. Biri to'liq dalillanib bo'lgan ilm. Masalan, biz hozir yer sharining yumloqligidan yoki olmaning sekundiga 9,8 metrlik tezlikda yerga tushadiganligidan gumonlanmaymiz. Galiley buni o'lchab chiqqan. Biz uni qayta o'lchsakmi bo'ladi-yu, ammo bu xil o'lchashlar mavjud natijani o'zgartirolmaydi. Shunga gumon bu xil dalillanib bo'lgan ilmlarda emas, balki to'liq dalillanib bo'lolmagan, davomlashayotgan ilmiy tadqiqotlarda bo'ladi. Halbuki tamaki sohasining magnatlar tarafidan qo'llanilgan gumon strategiyasida dalillanib bo'lgan, o'rtaq qabul qilingan ilmlardanmi gumonlanishga bo'ladi degan nuqtai nazar bozorga selinish orqali manfaatdor guruhlarga foydali botil qarashlar bozorga selingan. Bu xil gumon strategiyasi bugun hali ham keng ko'lamda qo'llanilmoqda. Hatto bugungi internet muhitida texmo avjiga chiqarilmoqda. Harvard universitetidagi ilm-fan tarixiy tadqiqotchisi Naomi Orskisni o'z ichiga olgan tadqiqotchilarning bayqishicha, bugun cho'ng shirkatlar ishlab chiqargan qandaqli bir mahsulotning salbiy ta'sirlari to'g'risidagi tadqiqot natijalari o'tirg'i chiqqanman, shu xil salbiy ta'sirlarning amaliyotda boshqa turli omillar sabablikmi ko'rilishi mumkinligi to'g'risidagi son-sanoqsiz tadqiqot natijalari tor dunyosini qoplab ketadi ekan. Natijada masalaning haqiqiy sababi necha yuzlagan sabablarning biri qilib ko'ztilib, kishilarning buningga bo'lgan hushyorligi tuvallaydi ekan. Undaqda bu xil ilmiy kazoblikning uchur suiiste'molining xatardan saqlanish uchun biz nimalarni qila olamiz? Buning uchun qilg'ili bo'ladigan ham eng oson ishlardan biri uchur manbayingizga diqqat qilish. Nupussiz uchur manbalaridan yiroq turish. Uchirganlikka uchurlarga ishini vermay, ishonchlik ilmiy tadqiqot o'rinlarining to'rbeti, ilmiy maqolalar ambri degandek nupuzliq manbalarga murojaat qilishdir.